Butun jahon sanoati ayni damda ASML deb nomlangan bitta Gollandiya kompaniyasi garovidir. Yer yuzidagi mutlaqo har bir kompyuter chipi ularning mashinalari yordamida ishlab chiqariladi. Nvidia, Apple, Samsung, Intel ushbu kompaniyalarning hech qaysi biri ASML siz protsessor ishlab chiqara olmaydi. Biroq eng hayratlanarlisi bu apparatlarning qanday qilib ishlashidir. Jarayon mashina har bir inson sochidan ham ingichka bo'lgan, erigan qalay metallning mikroskopik tomchilarini otib chiqarishdan boshlanadi. So'ngra har bir tomchiga lazer bilan o'q uziladi va metall plazmaga aylantiriladi. Ushbu plazmaning harorati quyosh sirtining haroratidan ham yuqoridir. Bu shunchalik qaynoqki, hosil bo'layotganda ekstremal ultrabinafsha nur tarqala boshlaydi va aynan shu yerda haqiqiy muhandislik mo'jizasi boshlanadi. ASML ushbu ultrabinafsha nurni o'ta aniq ko'zgular tizimi orqali yo'naltiradi. Ular nurni chipning mikroskopik chizmasi bo'lgan trafaretga jamlaydi. Keyin bu naqsh yorug'likka sezgir bo'lgan material bilan qoplangan kremniy plastinasiga aks ettiriladi. Mohiyatan bu nano poligrafiyasidir. Nur kremniyda bo'lajak chipning shablonini kuydirib oladi. So'ngra mashina bu jarayonni minglab marotaba takrorlaydi va milliardlab tranzistorlardan iborat to'liq protsessor hosil bo'lguncha qatlam-qatlam qilib yarataveradi. Ular orasidagi masofa bor yo'g'i bir necha atomga teng. Miqyosini tushunishingiz uchun ushbu ko'zgularning aniqligi osmono'par bino tomidan lazer ko'rsatkichi bilan yerda turgan igna ko'ziga urish bilan barobardir.